Çöre. Suyup koy. Çöre. Taraklı jamoasi. Hurmatli jamoalar, mana ulgu taqli mehmondo'st xalq nasib etsa mana musobaqalarimiz bundan-da rivojlanaversin. Mana yigitlarimiz, yosh bolalar ko'rib, shunga tayyorgarlik ko'rib boraveradi. Mana O'zbekistonimiz ham jahon chempionatiga chiqdi, nasib etsa qo'llab turamiz. Hammamiz ham O'zbekistondanmiz. Bu futbol do'st bo'ladi, aka-uka bo'ladi, o'yinda bo'ladi endi. Ukalar, akalar. Mana tashkilotchilardan kattagina sovrinlar bor ekan. 3-o'rin taklif qilamiz. Maytoy jamoasi. Hazırlanmışsın Maytoy jamoasi. Mana Taroqli jamoasi futbolistlari mana ko'p yaqinqa chiqmadimi yo aytmadimi yigitlarimizga ho'sla bo'ldi, Qayroqlida mana Mankotda bo'ldi. Endi bundan bari qatnashaverlar. Mana o'yinlari chiroyli, yaxshi bo'layapti. Nomer 2-o'rinda Taroqli jamoasi oldi. Marhamat. Yaxshilarni ko'p bo'lsin. Rahmat sizlarga ham. Bir kerakmas bizga. Mana hozir qizyapti. Bahri Real Madrid jamoasidan, muxlislardan Azimjonga 100 ming bor ekan. Mana. Malades. Cho'g'lab qo'ying. Muxlislarga ham rahmat, hurmat qilib keldi. Asbosa endi mana oxirgi yakuniga ham kelyapmiz. Yigitlar hammalariga rahmat, salomat bo'linglar. Mana tomoshabinlarga, akalarga, shahla yoshiga kirib yuraylik bizlar ham. Nasibsa musobaqamiz yana ko'rda o'tsin. Mana oxiri endi keldik. Bahri Real Madrid deb qo'yuvdik. Mana akalar chaqirdi, bizni hurmat qilib qo'yasizmi deb. Qo'ldan kelgancha komanda qo'yamiz dedik. Yigitlar hurmat qilib meni keldi. Farzul ukamda Eshonxonda hurmat qilib keldi. Nomer 1da Real Madrid oldi. Bravo müzikali. Bravo. Rahmat hammalarga. Endi bitta iltimos hammadan shu mana shu bitta bir chiroyli muzika bo'lsa, mana shu Real Madrid bitta bir chiroyli qilib egamdan bitta syomka. Chiroy o'yini bilan. Malades. Hammaga katta rahmat. Musobaqa